dadajon, onajon, biz O'zbekistonda emasmiz, biz Germaniyadamiz, biz demokratik davlatdamiz, qonunlar bor, bolalar huquqi bor, bo'lishi mumkin bo'lgan savollar. Bu savol qo'yilganda sizlar nima javob berdinglar? Davron akangiz bitta javobi bor edi, hech esimdan chiqmaydi. O'zbekistonni ham, Germaniyani ham sen yaxshi tarafini olishing kerak. Javlon, faqat pozitiv tarafini olgin deb faqat aytadilar. Javlonjon, Rushona, faqatgina sen har bir davlatni, har bir millatni yaxshi tarafini olgin, yaxshi tarafini ko'rgin. Faqat shunday derdi. Do'stlaringiz har xil millatdan. Ular O'zbekiston haqida nimalarni bilishadi? Nimalarga qiziqishadi? Ochiqni aytsam, ular men bilan tanishishdan oldin O'zbekistonni bilmagan. Men hammaga aytsam, men O'zbekistondanman desa, hazillashma. Qayeri deydi-da. O'zbekiston qayerda degan. Oldin shunday deyishgan. Oldin. Endi hozir biladi. Keyin jo'ralarimga O'zbekistonga borsam, videolar tashlab turaman. Registondan, Boysundan, biron kun bizani ham olib bor, u bu deydi-da. Keyin menda biron joyga ovqatlanishga chiqsak, har doim dasturxon to'la bo'ladi. Men restoranmi, uymi? Germaniyada o'zingizga biron nima zakaz qilasiz, o'zingizga. O'zbekistonda salat o'rtada turadi, bunday bo'ladi. Keyin jo'ralarim aytadi, biron kun O'zbekistonga boramiz, bizani ham olib bor deydi.